Menga qara, puling bormi? Xo'p, bo'pti aka. Uydagilar so'rab qo'ying. Xo'p, salomat bo'ling. Ha, jiddiy bo'lib qolding. Akang telefon qildi. Men akam. Ha, sen akang. Ha? Sendan xavotir olib, mendan so'rayapti. Jigarimiz bizdan ancha uzoqda. Hamma gapimizga aytavermaydi. Sog'liq yaxshimi? Ishlar joyidami? Oilasi qalay deb xavotir olib so'rayapti. Anchadan beri telefonlashib turasizlarmi? Tanishtirib qo'ygandan biri. Menimcha bir borib kelishing kerak. Bir yaxshilab gaplashib, o'zingda hammasi joyida ekanligini bildirib qo'yishing kerak ekan. To'g'ri aytasan. Bir borib kelaymikin, ha? Albatta, hozir boradigan payt. Puling bor? Ha, pulim bor. Ketdim bo'lmas. Salom aytib so'rab qo'ygin. Bo'pti. Yaxshi gap aytding. Taxlab tayyor qilib turib olib ketaman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nozim aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, Abdulxay, qalaysan? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Nozim aka, Ha, labay, nima gap? sizdan akam haqida so'ramoqchi edim. Aha, hop. Siz yaqin o'rtog'isiz. Bizga hamma gapni ham aytavermaydi-ku. Shunga kayfiyatlari qalay, sog'liqlari yaxshimi? Umuman o'zi hayotlari tinchmi? Shu haqda so'ramoqchi edim. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Yo'q, hammasi joyida. Ha, kechroq xabar bersangiz. Ishxonangizga o'tayman. Ha, shunaqa qilamiz. Bo'ldi, xo'p. Kechki payt o'taman. Bo'pti, ko'rishamiz Abdulxay.